Uchinchi darsimizda tekstlar, ya'ni matnlar bilan qanday ishlashni ko'rib chiqamiz. Bizda ushbu holatdagi T harfi bilan belgilangan uskunalar panelida tool, ya'ni uskuna bor. Buni 4 xil funksiyasi bor. Birinchi funksiyasi bu oddiy holatdagi gorizontal tekst yozish. Deylik, mana shunaqa holatda. Bizda ikkinchi uskuna bor, bu vertikal holatda yozish. Ya'ni tepadan pastga. Bunisi chapdan o'ngga bo'lsa, bunisi tepadan pastga. Uchinchisi bor. Bizda bu maska holatda yoziladi. Ya'ni biz yozgan tekstimizni faqatgina uni atrofidagi qismni belgilab olishimiz mumkin. Mana ko'rishingiz mumkin. Shu holatda uni belgilab, keyin xohlasak rang berishimiz, xohlasak masalan deylik, buni qanaqa vaziyatda ishlatamiz deylik, bizda to'rtburchak bor. To'rtburchak rangi ko'k va biz uni ichiga ushbu holatda nimadir yozib, unga maska bermoqchimiz. Deylik, mana bunaqa. Teskarisini qilsak bo'ladi. Xuddi shunga o'xshagan maska bermoqchimiz. Biz ushbu narsani qayerga qamlatsak ham, uni tekstni maskasidan chiqib ketmaydi. Shunaqa holatdagi. Keyingisi xuddi shu narsani gorizontal holatdagi varianti. Xo'p, bizga asosiy kerak bo'ladigani bu ikkitasi, birinchisi va ikkinchisi. Birinchisini keling endi effektlar berib, uni ranglarini almashtirishni, uni funksiyalarini ko'rib chiqsak. Yozib olamiz. Yozgi ta'til. Kattalashtiramiz. Kattalashtirish uchun yuqoridagi ushbu shriftni ko'rsatib kattalashtirsak ham bo'ladi. Deylik, 48 shriftga qo'yamiz va Ctrl T tugmasi orqali joyini belgilab olamiz. Xo'p, keyin ushbu qismdan uni font, ya'ni shriftini o'zgartirsak bo'ladi. Masalan, ko'pchiligimiz bilgan Times New Roman ham bu yerda bor. Times New Romanni keltirib qo'yamiz, masalan, ushbu holatda va ushbu yerda shriftning qalinligi, ya'ni italic, bold, regular, xuddi Word'dagiga o'xshab uni kursiv holatda yoki qalin holatda yoki qalin kursiv holatda yozib olishimiz mumkin. Ushbu qism uni o'lchami, razmeri, bu qismda uni qanday turdagi yozuv bo'lishi, uni atroflari qanaqa ko'rinishda bo'lishi, bu yerga asosan tegilmaganimiz ma'qul, chunki ushbu qism faqat kattalashtirganda yoki print holatda bilinadi. Deylik, crispga qo'ysak, e'tibor bering, uni tepasida yangi narsa hosil bo'ldi, atroflari boshqachalashdi. Mac LCDga bersak, u yanada tiniqlashadi va hokazo. Keyingi qism bu matnni qayerdan boshlanishi. Deylik, bizda ushbu holatdagi yozuv bor va agar biz uni o'rtadan bersak, ushbu holatda o'rtadan yoziladi, chetdan bersak, boshlanishi o'ng tomondan boshlanadi. Endi mana bu qism rang. Deylik, qizil rang berishimiz mumkin. Keyingisi yozuvga nisbatan perspektiva berish. Ushbu yerda turli xil perspektivalar mavjud. O'zingiz sozlamalarni sozlab olasiz. Xo'p. Deylik, bayroq uslubida yozish yoki dumaloq holatga olib kelish va hokazo. Keyingisi bu unga stil berishimiz. Biz unga ushbu holatda bevel MS orqali turli xil ranglar berishimiz, atrofiga qalinlik berishimiz, inner shadow, ichki yorug'lik berishimiz, ichki soya berishimiz, bu esa ustiga rang berishimiz, gradient color, rangni olib tashlab gradient berishimiz mumkin, pattern, ya'ni naqshlar berishimiz mumkin, orqasiga soya berishimiz mumkin, tashqi tomondan yorug'lik berishimiz mumkin. Shunday holatda unga turli xil effektlarni berishimiz mumkin. Bugungi darsimiz shulardan iborat edi. Ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.